Ma'lumki, inson huquqlari va erkinliklari har qanday demokratik davlatning eng oliy qadriyati hisoblanadi. Inson huquqlarini cheklash bilan bog'liq har qanday qaror qonunga, adolatga va mutanosiblik tamoyiliga asoslangan bo'lishi lozim. Shu nuqtai nazardan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining sudlar tomonidan fuqaroni muomalaga layoqati cheklangan yoki muomalaga layoqatsiz deb topish to'g'risidagi ishlar bo'yicha sud amaliyoti to'g'risidagi qarori muhim ahamiyatga ega. Fuqaroni muomalaga layoqatini cheklash yoki uni ushbu huquqdan mahrum qilish bu oddiy protsessual masala emas. Bu shaxsning huquqiy maqomiga jiddiy ta'sir ko'rsatadigan inson huquqlari sohasidagi eng mas'uliyatli sud qarorlaridan biri hisoblanadi. Shu bois plenum qarori mazkur toifadagi ishlarni ko'rishda qonunlarga so'zsiz rioya qilish, har bir dalilni xolis va huquqiy baho berish, inson huquqlari ustuvorligini bosh mezon sifatida qabul qilish vazifasi alohida ta'kidlangan. Fuqaroni muomala layoqatini cheklash uchun qonun nazarda tutilgan ikki shart bir vaqtning o'zida mavjud bo'lishi belgilangan. Ya'ni shaxsning spirtli ichimliklar, giyohvandlik vositalari yoki psixotrop vositalarning iste'mol qilishi o'z-o'zidan fuqaroni muomala layoqatini cheklash uchun asos bo'lib hisoblanmasligi. Sudlar ushbu holatga oilaning og'ir moddiy ahvolga tushganlik sababini ishdagi ishonchli dalillar bilan baho aniqlashi lozimligi haqida tushuntirish berilgan. Bu esa yuqorida qayd etilgan mutanosiblik tamoyilini amalda ta'minlanishiga xizmat qiladi. Fuqaroni muomalaga layoqatsiz deb topishga oid ishlarni ko'rishda mazkur plenum qarorida ham inson huquqlarini himoya qilishga qaratilgan muhim kafolatlar belgilangan. Jumladan sud psixiatriya ekspertizasi xulosasi mazkur toifadagi ishlarni ko'rishda muhim dalil hisoblansa-da, bu sud qarorini qabul qilishi yagona asos hisoblanmasligi, ekspertiza xulosasi boshqa dalillar bilan birgalikda ko'rib chiqilishi. Agar ekspertiza xulosasi asoslantirilmagan yoki noaniq bo'lsa deb hisoblangan taqdirda komissiyaviy yoki qayta ekspertiza tayinlash haqida ham tushuntirishlar berilmoqda. Plenum qaror loyihasi yana bir muhim xususiyat shundan iboratki, protsessual kafolatlarning mustahkamlanganligi. Bu nimalarda namoyon bo'ladi? Ya'ni fuqaro muomalaga layoqatsiz deb topilayotgan yoki muomalaga layoqati cheklanayotgan shaxslarning sud jarayonidagi to'laqonli ishtirokchisi hisoblanganligi, ularning fikrlari eshitilishi, har bir sud majlisida ularning demak ishtiroki ta'minlanishi haqida ham tushuntirishlar berilgan. Bundan tashqari fuqaroni muomalaga layoqatsiz deb topish to'g'risidagi qaror qabul qilingan shaxsning o'zi ham sud qarorisidan shikoyat qilish huquqi mavjudligi ham alohida qayd etilgan. Bu plenum qarorida faqatgina fuqarolarning muomala layoqatini cheklash bilan bog'liq masala ko'rilmagan, balki ularni huquqini qayta tiklash mexanizmi ham aniq ifodalab berilgan. Ya'ni shaxs sog'aygan bo'lsa yoki o'sha muomala layoqatini cheklash uchun asos bo'lgan holatlar bartaraf etilgan bo'lsa, sudlar bu holatda qonunga asoslangan holda ularning huquqiy maqomini tiklash bo'yicha demak zarur qarorlar qabul qilish haqida ham tushuntirishlar berilgan. Mazkur plenum qaror loyihasi shaxsning qadr-qimmatini himoya qilish, sudlarda yagona sud amaliyotini shakllantirish, odil sudni sifati va samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi deb o'ylayman.